Nimadandir qo'rqqanmisiz o'sha narsani ayting. Qo'rqaman. Yomon qo'rqaman. 2014-yil uylanganman. 2015-yil farzandim bor, Zubayr. Tug'ilgan endi bir 9 oylikmi atrofida bo'lgan. Uydagilar bilan o'tiribmiz. Endi ovqatlanyapmiz. Endi hammaning uyda bo'ladigan oddiy holatdagidek ovqatlanib o'tiribmiz. Birdaniga yuziga maska taqqan avtomatda uyda oldiga vilishlarda boyagi maxsus mashinalarda keldi. Mashina kelganini eshitdim, lekin uncha e'tibor bermadim-da. Uncha e'tibor bermay ana qildik. Bir payt uyga tabur-tubur boya spesnas deymiz. Interpolda bolalar kirib keldi. Joyida boyagi uydagilar bilan, ayollarim bilan o'tirib avtomatlar bilan kirib turyapti-da. Qo'limni qayerdi? Uyimdan davlat xavfsizlik xizmati tashkilotiga boyagi idorasigacha bo'lsa bir общий chiqsa 1 kilometr yo chiqadi yo chiqmaydi-da. O'shanda uyimdan o'sha davlat xavfsizlik tashkilotiga boya idorasiga borganimcha butun hayotim o'tganda. Butun hayotim o'tyapti. Nimaga o'tyapti? Chunki men o'sha vaqt aybsiz bo'lganman. Hech qanaqa bir jinoiy ish qilmaganman. Olib boryapti. U yerdan keyin ichki ishlar bo'limiga olib boryapti. Ichki ishlar bo'limiga boryapmiz. Bu yerda podvalga olib kiryapti. Boyagi tasavvur qilingda endi. Boyagi eshik chaqiriq, shuruq ochilyapti. Butun bir hayotim, yangi uylanganman. Nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi? Ya'ni farzandim, oilam, yangi uylanganingiz degan hayot, butun hayotim o'tyapti-da. Kallamda qopni yechdi. Tekshiradi. Misol ism familiyalarimga qarayapti-da, ruschalab o'qiyapti. Familiya, имя, отчество deyapti. Uchunxalikov Suyarovich deyapti. Как deyapti? Uchunxalikov Suyarovich. Отчество как deyapti? Suyarovich deyapti. A здесь другой deyapti. O'sha vaqtda boya delani bunisi ikkinchisi boya kattaroq mansabdagi aytyapti-da. Nukaday deyapti. Ana delani olyapti. O'sha rasmdagi men emasman-da. Отчество boshqacha-da. Отчество boshqacha boya Отчествoni ko'ryapman, delani ko'ryapman, o'sha yerda boyagi shu darajada yig'lab yorganman-da. Uncha yig'lamayman. Yig'lab ko'zimdan yosh chiqib ketgan. Oilani yo'qotish, farzandni yo'qotish, bir qaysidir muddatga juda ham ko'chadim bolasi bo'lib o'sganman. Farzandlarim ham xuddi o'shanday onada bo'ladimi deb o'shanda menimcha soqollarim oqarib ketgan bo'lsa kerak. Aytgandek, boyagini aytib o'tganda endi familiyamiz, ismimiz bir xil, yilimiz ham bir xil ekanda, lekin o'sganimiz u boshqa uchqun degan ekan. Qozog'istonda qanaqadir bir jinoyat qilib kelgan ekan. Bir adashmovchilik yuzasidan adashmovchilik bo'lyapti. U endi shu uchqun deyapti. Kelyapti, meni olib ketyapti-da. Endi o'sha o'tirib aytib beray. Yoshlarga ham, boshqasiga ham aytaman, jinoyat yo'lida yurmaslikdir. Chunki hayot juda qisqa. Oldinlari buni bizning otalarimiz yoki bobolarimizga hayot oldin 24 soatingiz haqiqiy 24 soat bo'lsa, hozirgi 24 soat 18 soatga to'g'ri kelyapti. Yoshlarga aytib qolardim. Ota-onadan boshqa hech kim do'st emas. Kimlara azobsan, kimlara rohatsan, o'zing bir 5 kunlik beshafqat hayotsan. Kimlara armonsan, kimlara yolg'onsan, o'zing bir 5 kunlik beshafqat hayotsan.